بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء Parvardigor وهو zotingga hamd السميع va sanolar العليم. bo'lsin. اللهم إني Suyukli أعوذ بك payg'ambarimiz من الكفر Muhammad والفقر Mustafa sallallohu alayhi va sallam وشتات hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olishlarimiz bo'lsin. Parvardigor zotingga shukronalarimiz bo'lsin. Sen bizga iymon berding, ibodatingga loyiq ko'rding, tabarruk yurt, ulug' xalqning farzandi qilding. Seni borliging, birliging haqiqati qalbimizni to'rida. Senga hamdlar, shukronalar bo'lsin. Parvardigor bu kelgan jamoani har birlarini qadamlariga ajrlar bitgan. Xonadonlariga nuring rahmating yog'dir. Ishda, mehnatda, kasbkorda yurganlar bor. Barchalarning mehnatlariga barakot bergin. Rohatini ko'rsatgin. Farzand tarbiya qilmoqdalar bu jamoani barchasi. O'g'il, qiz, nabiralar. Tarbiya qilayotgan farzandlarini ardog'ida bo'lishlarini o'zing nasib etgin. Xonadonlariga, qalblariga o'zing munavvarlikni bergin. Parvardigor, bu bandalaring seni ixlosingni, seni kalomingni butkul yaxshi ko'radigan, qalbini butun vujudi bilan seni kalomingga oshiq bandalar. Ayniqsa mana bugun Ixlos surasiga ixlosimiz oshdi, muhabbatimiz ziyoda bo'ldi. Shu muhabbat ila jannatga kirishligimizni Alloh barchalarimizga nasib aylasin. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وشتات الأمر. اللهم أنزل السكينة في قلبي وفي قلوب المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض